Yurtimiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt shiori ostida keng ko'lamli targ'ibot va profilaktik tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Ushbu tashabbuslar doirasida aholining tinchligi va salomatligini ta'minlash, ayniqsa yoshlar o'rtasida turli salbiy illatlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Buxoro viloyatida o'tkazilgan navbatdagi tadbirlarda tovlamachilik va giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. O'ziga tanish bo'lgan fuqaroni hisob-kitob qilish bahonasida Buxoro shahridagi ko'p qavatli uy xonadoniga chaqirtirgan shaxs o'zaro jinoiy til biriktirgan sheriklari bilan jabrlanuvchiga nisbatan jismoniy kuch ishlatish yo'lini tanladi. Unga ruhiy tazyiq o'tkazib, uning qadr-qimmatini kamsituvchi harakatlar sodir etish hamda hayotiga suiqasd qilish bilan qo'rqitgan. Shuningdek, jabrlanuvchidan 15 million so'm miqdorida pul mablag'larini tovlamachilik yo'li bilan talab qilishgan. Bundan tashqari, holatni yashirish maqsadida fuqaroni giyohvandlik moddasini iste'mol qilishga majbur qilishgan. Ta'kidlash joizki, guruh a'zolari orasida sport bilan shug'ullanuvchi yoshlar, voyaga yetmagan shaxslar ham aniqlangan bo'lib, ularning o'zlari ham muntazam ravishda giyohvandlik moddalarini iste'mol qilib kelganligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchilar talab qilgan 15 million so'm pul mablag'ini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xonadonni ko'zdan kechirish davomida iste'mol uchun tayyorlangan gashich giyohvandlik moddasi hamda jabrlanuvchiga nisbatan zo'rlik ishlatishda foydalanishni maqsad qilingan shisha idish topilib, xolislar ishtirokida protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi tegishli bandi hamda 274-276 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.